Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ekonom pechkalarda arzondan so'raganlar uchun to'g'risi narxlari anchagina tushdi. To'g'risi optim joydamiz. Xo'sh, bu yerda 3 xil variant bor ekan. Kraskalanmagani, kraskalangani. Bundan tashqari terasda rishetka bor, rishetka yo'q, har xillardan bor ekan. Qisqa bo'lsa kerak ekan. Qamishlar nima deyapti? To'g'risi yo'llari ham qizarib, qamishlar o'ta cho'kka holatda. Yusuf beramiz ekan. Bu qog'ozda siyonib ketdi. Qoni ketdi ekan bu. Zo'r. Yonishlari o'ta go'zal ekan. Misol uchun ko'mir, tezak umuman tanlamaydi. Ko'mir, tezak, o'tin bemalol yoqsalaring bo'laveradi. Biz mana shuni yoqaman bari. Tushib ketdi. Sifatini bilib olaverasizlar akalar. Xo'sh, listlariga keladigan bo'lsak, terasi past 2 lik bo'ladi, o'rtalari 208, 25 ga 25, eng katta razmer hisoblanadi. Bemalol katta-katta o'tinlar ham kirib ketaveradi. Xo'sh, ko'pchilik bo'yin razmerini so'rashyapti. Bo'yin razmeri 79 bo'ladi, bunaqasi 55 ga 35 razmer hisoblanadi ekan akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, mana shu eng full varianti. Mana shu full varianti bo'ladi. Narxi 750 ming so'm. Tagida kattani bor, tevasida rishetkasi bor, ketmonchasi bor, pastda kuldonlari bor. Eksperiment. Xo'sh, bunisiga keladigan bo'lsak, tevasida rishetkasi yo'g'i, narxi 700 ming so'm. Agarda menga kraskalanmagan holat kerak deganlar uchun kraskalanmagan holat narxi 650 ming so'm. Bu kamerani aytdim, mana yaxoradi hozir. Xo'sh, katyol qancha narxini ayting? Katyolli varianti aka 2 million 400, 3 million so'm. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Yo'q, Alloh yaxshimisiz? Yaxshi, Rahmat aka. Молодец, yonib ketdi. Zo'r chiqqanman, Zo'r. Xo'sh, narxini aytdik. Narx 650 ming, 700 ming, 750 ming so'm. Eng full varianti narxi 750 ming so'm bo'ladi. Menga zakitovkasi kerak deganlar uchun zakitovkasi narxi 450 ming so'm. Dastavkasi O'zbekistonning 12 ta viloyatga kelishilgan holatda. Agarda ko'proq, misol uchun 20 ta, 30 ta, 100 ta, 500 ta olaman deganlar uchun tayyorlab berishaverar ekan. Nomerlarni mana shu nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Xudosi ekranga ham yozib ketamiz. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yli tumani Dehqonobod komitetidan bo'lyapti. O'zlariga bittagi vazirlari bor. Xudosi bemalol chiqarib berishaveradi. Bir kunda 100 ta, 120 ta chiqarish ekan. Bemalol telefon qilaverasizlar, sizlarga yetkazib berishaveradi.